pekishtirma sifatlari, ya'ni bu o'zbek tilidagi orttirma daraja sifatlariga to'g'ri keladi. Bilamizki, orttirma darajada bir so'zni ayni ma'nosida emas, uni bo'rttiribroq yoki ko'paytiribroq talaffuz qilamiz va shunday yozamiz va shu shaklga ham keltirib olamiz. Masalan, u kap-katta deymiz yoki u yam-yashil, qop-qora. Qarang, qora bilan qop-qora bir-biridan qay darajada farq qiladi. Ya'ni qora deydigan bo'lsak, o'sha insonga u darajada o'sha bo'rttirib talaffuz qilinmaydi, lekin qop-qora deydigan bo'lsak, u aynan juda ham qoraligini yoki tim qora ekanligini bildiradi. Turk tilida ham xuddi shunaqa pekishtirma sifatlari, ya'ni bir so'zni orttiribroq yoki bo'rttiribroq, me'yoridan biroz emas, ko'proq o'sha ortiq ekanligini bildirish uchun qo'llaniladi. Va qiziqarli jihati, o'zbek tilida yo'q orttirma darajadagi sifatlar ham turk tilida mavjud. Bularni birgalikda ko'rib o'tamiz. Birinchisi qip-qirmizi, ya'ni qip-qizil, o'zbek tilidagi qip-qizil ma'nosiga ega bo'lgan so'zga to'g'ri keladi. Bu o'zbek tilida ham mavjud. Ya da ipinje. Ipinje bu ip juda ham o'sha ingichka, hozirgidek aytganimizdek, buni o'zbek tilida ma'lum bir o'sha ifodalaydigan so'z mavjud emas. Juda ham ingichka ma'nosini beradi. Va so'ngraki so'zimiz sapsari, ya'ni bu ham sapsariq degan ma'noni bildiradi va buni ifodalash uchun o'zbek tilida so'z mavjud. Yoki yem-yeshil deymiz, ya'ni yam-yashil degan ma'noda keladi. Va bam-boshqa. Bam-boshqa degani bu bomboshqa, ya'ni umuman boshqa degan ma'noda keladi. Ya'ni o'sha uni aynisi emas, umuman butunlay bir boshqa narsani ifodalash uchun bam-boshqa beri desangiz, masalan, umuman boshqa biri degan ma'noda qo'llaniladi. Va so'ngraki qip-qisa, ya'ni juda ham qisqa o'sha so'zini ifodalaydi va buni aytib o'tganimizdek, ba'zi bir emas, o'sha ayniqsa ko'p turkcha kelimalarini o'zbekcha anlami yo'q, ya'ni o'zbekcha ma'nosi yo'q ko'p pekishtirma sifatlarni, ya'ni orttirma darajadagi sifatlarni. Xo'p, endi doğrudan anlatım debdi, ya'ni to'g'ridan tushuntiramiz degan ma'noni bildiradi. Va bu asosan diye so'zi yordamida hosil qilinadi, ya'ni o'zbek tilida shunday bir qoidaga to'g'ri keladi, ya'ni ko'chirma gap. O'zbek tilida ko'chirma gap degan bir qoida mavjud, ya'ni birovning aynan keltirib qo'yib aytadigan gapimiz u ko'chirma gap hisoblanadi. Masalan, Ali bugun 5 soat dars bor dedi. Demak, bu gapni Ali aytgan, lekin aynan bu xabarni men yetkazyapman va men uni o'sha gapga nisbatan ko'chirma bo'ladi. Va bu turk tilidagi doğrudan anlatım konusuna to'g'ri keladi. Masalan, Ali senimi yarın sinov bormi deya so'rdi. Ya'ni Ali senimga ertaga imtihon bormi deb so'radi degan ma'noda kelyapti. Ya'ni qarang, bunda har bitta o'sha so'zimiz diye so'zi orqali hosil qilinadi. Ya'ni bunda ham o'sha diye so'zini qo'lladik. Deb o'zbek tilidagi deb so'ziga to'g'ri keladi. Ya da pastachi Aliye mevali pasta var diye javob berdi. Xo'p, demak, o'sha tortchi Aliga mevali tort bor deb javob berdi. Demak, diye so'zi orqali har bir o'sha shaklini hosil qilib o'tar ekanmiz. Masalan, diye so'rdi, diye bordi, diye javob berdi, diye tushundi, diye seslandi. Demak, bu xuddi ko'chirma gap. Aynan o'sha kimdir nimadir harakat qilgan yoki kimdir so'ragan, kimdir baqirgan yoki kimdir javob bergan, kimdir o'ylagan, kimdir ovoz chiqargan, xuddi shunday ma'noda keladi, ya'ni ko'chirma shaklda qo'llaniladi. Masalan, birka çocuklar imdod deb bordi deymiz. Ya'ni bir qancha bolalar yordam bering deb baqirdi degan ma'noda keladi. Va u o'sha deb so'zi orqali o'sha birovning aynan keltirilgan gapini biz o'zlashtirib olsak, bu doğrudan anlatım konusiga to'g'ri keladi. Xo'p, shimdiki konuyimiz bog'lachlar. E'tibor bergan bo'lsangiz, bog'lachlar bu bog'lovchilar degan ma'noda keladi. O'zbek tilida biz yordamchi so'z turkumlarini o'z ikkiga bo'lib o'rganamiz, ya'ni mustaqil so'z turkumlari va yordamchi so'z turkumlari. Yordamchi so'z turkumlarini o'zini ham alohida 3 ta guruhga bo'lib o'rganamiz, ya'ni bog'lovchi, ko'makchi va yuklama turlarini o'rganamiz. Lekin turk tilida faqatgina o'sha yordamchi so'z turkumlarini bitta mavzuga jamlagan holda, ya'ni bog'lachlar deb o'sha ataymiz, bog'lovchilar deb ataymiz. Ya'ni hammasi shuning ichiga kirib ketadi. Ya'ni o'zbek tilidagi bog'lovchilar ham, ko'makchilar ham, yuklamalar ham aynan bog'lachlar mavzusini tarkib toptiradi. Ya'ni birlashib hammasi bitta bog'lachlar nomi ostida o'rganiladi. Xo'p, masalan, hem bu o'zbek tilidagi ham bog'lovchisiga to'g'ri keladi. Ya'ni ham
masalan ham o'qishga boraman deydi, ham uyda qolaman deydigan bo'lsak, o'sha ham bog'lovchisini qo'llaymiz. Asli yaz ta'tilida hem Ankara'ya hem Antalya'ya gidiyor. Masalan, o'rnak bu. Masalan, asli yoz ta'tilida ham Anqaraga, ham Antalyaga ketyapti yoki ketadi degan ma'noda kelyapti. Demak, qarang, bunda asosan hemni qo'llaganimizda, ya'ni ikkitasidan bittasini emas, o'sha narsani taqqoslayotgan narsamizni ikkitasidan bittasini emas, ikkitasini ham bajarishini bildiradi. Ya'ni ikkitasiga ham teng harakat borligini bildiradi. Masalan, hozir aytdik, asli yoz ta'tilida ham Anqaraga, ham Antalyaga ketyapti dedik. Demak, u yoki Anqaraga yoki Antalyaga emas, ikkitasiga ham, demak, ikkita joyga ham borayotganligini bildiradi. Hem va hemni o'sha qo'llaydigan bo'lsak, bog'lachini qo'llaydigan bo'lsak, demak, ish harakatning ikkitasida ham bir xil ta'siri borligini bildiradi. Ya da ne. Mesela ne derslere geliyorsun, ne ödevlerini yapıyorsun deyilganmiz. Bu hop o'zbek tilida ne'ni ikki xil shakli borligini bilamiz. Ya'ni bu ham o'sha bog'lovchi vazifasini bajaradi va ham yuklama vazifasini bajaradi. Ya'ni na degan o'sha qo'shimchamiz mavjud. Uni biz inkor bog'lovchisi deb ataymiz. Inkor bog'lovchisi ya'ni o'sha narsani inkorini, tasdiqni emas, inkorini bildiradi. Xo'p, yuklamasi esa u ham inkorni bildiradi. Faqat qarang, ikkitasini farqlaydigan jihati bittasida o'sha kesimi bo'lishli shaklda bo'ladi. Masalan, na uyga boradi, na ko'chaga chiqadi deydigan bo'lsak, kesimi inkor shaklda chiqadi, boradi ma'nosini bildiryapti. Xo'p, endi uni bo'lishsiz, kesimi bo'lishsiz shaklda bo'ladigan bo'lsa, u yuklama ma'nosida keladi. Masalan, na uydan chiqadi, chiqmaydi, na ko'chadan kelmaydi deydigan bo'lsak, bu yuklama vazifasida keladi. Xuddi shunday qilib bu ham inkor ma'nosida qo'llanadi. Ne derslere geliyorsun, ne ödevlerini yapıyorsun desa, na darslarga kelasan, na vazifalarni bajarasan degan ma'noda kelyapti va bu hozir aytib o'tganimizdek o'zbek tilidagi nani inkor bog'lovchisiga to'g'ri kelar ekan. Demak, bu ish harakatning hozir hemni o'tganimizda u ish harakatning ikkitasini ham birdek bajarilishini tushungan edik. Ya'ni ikkitasidan bittasini tanlamaymiz. Aynan ikkitasi ham bo'ladi. Ne'da esa ikkitasi ham bo'lmaydi. Xo'p, bittasi ham emas, ikkitasi emas, xolos ikkitasi ham bajarilmaydigan ish harakat bo'ladi. Va so'ngraki ya. Her şeyi ben yapıyorum, sen de ya temizlik ya da utu yap. Xo'p, qarang. Demak, 3 ta bog'lovchimiz turini o'tyapmiz bugun. Hem, ne va ya bog'lovchi. Bu hozir bunday qaraydigan bo'lsak, ya yoki yo bu o'zbek tilidagi yuklamani hosil qiladi. Biz aytib o'tganimizdek, turk tilida 3 turga bo'lmaydi, hammasi bitta bo'lib bog'lachlar deya o'rganiladi. Ya ham bog'lovchilarning bir turi hisoblanadi. Ya'ni hamma narsani men qilyapman, sen ham yo tozalik yoki dazmol qil yoki tozala yoki dazmol qil degan ma'noda qo'llanyapti. Bu yerda esa ikkitasidan bittasini bajarish haqida, ya'ni birinchisida hemni o'tganimizda unda aynan o'sha ikkitasi ham bajarilishini, ya'ni ikkita harakat ham bo'lishini o'tgan edik. Ne'da bo'ladigan bo'lsa, faqatgina ikkitasidan bittasini bajarilish haqida tushungan edik. Ya'ni ikkitasi emas, faqat bittasini qilish, ne'da umuman hech narsa qilmasligimiz kerak va ya'da esa ikkitasidan bittasini bajarishimiz kerak. Xo'p, bugun sizinle demek pekiştirme sıfatları, doğrudan anlatım ve bağlaçlar hakkında konuştuk. Demek pekiştirme sıfatları bu o'zbek tilidagi orttirma daraja shakli hisoblanadi. Bilamizki, daraja shakllarimiz bor. Turk tilidagi qiyosiy daraja shakl ham bor va uni siz bilan keyingi darslarda ham o'rganamiz. Doğrudan anlatım esa bu aynan o'sha ko'chirma gapni diye so'zi orqali turli yo'nalishlarni, masalan, diye sordu, diye javob berdi, diye bağırdı, diye seslendi, diye düşündü kabi shakllarini hosil qila olar ekanmiz va bog'lachlar haqida hem, ne va ya. Hemni qo'llaydigan bo'lsak, ikkita ish harakatining aynan o'sha ikkitasi ham bajarish haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Ne'ni qo'llaydigan bo'lsak, bu ish harakatning aynan o'sha ikkitasidan bittasini ham emas, ikkitasini ham bajarmasligimizni bildiramiz va ya'ni qo'llaydigan bo'lsak, aynan o'sha ish harakatning ikkitasidan bittasini bajarishimiz kerak, yoki o'sha uyni tozala yoki dazmol qil deganimizda, demak, ikkitasidan bittasini qo'llaymiz.